Ota-onamiz baribir biz haqimizda ko'proq narsa bilishganda, sandan hech qanaqa medik chiqmaydi. O'rtoqlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Bugun sizlarga o'zim haqimda qisqacha ma'lumot aytib ketmoqchi edim. Bilasizlarmi, o'zim bundoq olib qarasa, hayot juda ham qiziq narsa ekanda. Mani ota-onam yoshligimdan menga aytib kelishardi, "Sen yaxshi medik bo'la olasan, sendan yaxshi medik chiqadi, vrach qilamiz" deyishardi. Men постоянно shu narsaga yo deb kelardim. Постоянно shu narsadan qochib yurardim. Ana aytadi-yu, nimadan qochsang shu narsaga o'zing qaytib kelasan deb. Menda даже shunaqangi holatlargacha borganki, ximiyadan дополнительныйga borsam, o'qituvchimizning uyiga borardim. Shu o'qituvchimiz meni uydan haydab chiqarib paytlari ham bo'lganda, "Sendan hech qanaqa medik chiqmaydi, u bo'lmaydi, bu bo'lmaydi." Lekin oradan vaqtlar o'tdi. Mana Xudoga shukr, stomatologiyada ishlayapman, boshqaman. Bilasizlarmi, bir xildachi bemorlar, "Qo'lingiz yengil ekan, og'riq sezmadi, zo'r bo'ldi" deshsachi, odam ichidan bir g'alati bo'lib ketar ekanda. Xullas, shunaqa narsani aytmoqchi edim. Ota-onamiz baribir biz haqimizda ko'proq narsa bilishar ekan. Shunaqa bo'lgandan keyin ota-onamga ham katta rahmat deydi. Xullas, shunaqa kichkina ma'lumot sizlar bilan bo'lishim kelib qoluvdi. Hammaga rahmat.